Motoblokni o'ziga hamma joyga garantiya beraman. Даже avtosalondan mashina olsangiz ham akkumulyatorga garantiya bermaydi. Biz ham shunday akkumulyatorga garantiya bermaymiz. Chunki bitta narsa borda, siz mana zamokni ochiq qoldirib qo'ysangiz, bo'ldi akkumulyator yeydi bu. O'ladi akkumulyator. Shuning uchun siz agar buni motoblokni to'g'ri ishlatishni bilmoqchi bo'lsangiz, kaltni uzib qo'yish kerak. Ishlatganingizdan keyin. Aslida bu zavod qilishga ekanda xizmat. Xizmat va starter akkumulyator faqat buni yurg'izib olish uchun kerak. Bo'ldi, boshqa payt kerak emas sizga. Buni tortib yurg'izish qiyinroq, chunki katta 192 bo'lgandan keyin katta portion turibdi-da bunda. Itatsiz yurmaydi bu. Yo'q, itatsiz yurmaydi bu. Bu joyni uzoradi nabarat. Shuni yana puskatlari bor. Shuni oldida puskatili bor, zavodni. Ham balonni ham patsimligiga masalan arava qo'shsangiz ham indamasdan 1 tonna yuk tortadi. 1 tonna yukni ham olib ketadi. Faqat balonni sizga bitta zo'r fishka ochaman, zo'r fishka. Uyda mashina bo'lsa, 13, 14 Nexia'niki yoki Jigulini balonni diskasi bilan komplekt bo'lsa, shuni taqasiz. Joyda aylanib qolmaydi-da. Zangalar tortib ketadi, shirokida u. Hozir ko'rib chiqdim, chiqardim kompyuterda. 8 million so'm qilib bera olaman oxiri. 5 qatordan 10 qator frezasi, bitta ochari bilan deb yotibdi-ku. 7 million, 7,5 millionga. Yo'q, 7 million, 7,5 millionga, 6 million. Yo'q, 6 million 800 ga ham bor. 6,5 millionga ham xohlasangiz 17 talik qilib beraman. Bu qanday kuchi? Ular kapoti yo'q, farasi yo'q. U Xitoydagi aka. Ertaga biron joy buzilib qolsa, zapchasini o'zingiz sotib olasiz. Uni garantiyasi o'shanaqa. Uni garantiyasi o'shanda. Siz sotib olasiz. Masalan, motor keltiraylik. Gilza, Porsche, Val, Shuttle, Kolsa hamma narsasini olib berasiz. O'shani o'zi ham 1 million, 1 million 200 ming pul bo'ladi. Usta tekinga qo'yib beradi. Usta tekinga qo'yib beradi. Ana shunaqa garantiya bo'ladi unda. Bunda aka siz 1 so'm rasxod qilmaysiz. Dastavkasi bormi? Qayerga? Shu boyutga boradi, katmonga. Ha, bor. Dastavka mana lab o'tiribdi. Borib kelish pulini oladi. 100 kilometr bo'lsa 200 mingga oladi hozir. Gaplashib beraman, o'zi ketayotganda uyga tashib ketadi. Arzon, balki kechasi ham kustoy ketadi-da u. Qayerga boradi? Begot boradi. Yo'q, o'zi anodan. Bayotda turadi. Bayotda bolasi o'shanga ortib beraveraman, olib ketadi. Barib kechasi kustoy ketadi, 100 ming bersangiz olib tashlab qo'yadi yuziga. Olib bemalol ko'raman desa, shuni olib chiqib o'rtaga bemalol ko'rasiz. Bas gidravlikani olib chiqing. Gidravlический rul. Mana. Rulni pasaytirib beraman, ha. Bo'ladi? Eng zo'ri aka, mana bu tumbasi ham qalin-da, uncha-munchaga o'lavermaydi. Motoblokning kasali mana shu joyi o'zi. Mana shu yerdan shunday sinib ketaveradi. Ha, mana shu yerdan sinib ketaveradi. Eng kasalli joyi mana shu motoblok. Buyrak, pochka atkas qilmaydi aka, ishlaydi. Freza bor, frezasi 5 qatordan 10 qator freza qilib beraman. Bitta puluk beraman. Ichida bo'ladi. Agar kartochka kovlaydigan, ariq ochadigan kerak bo'lsa, ular отдельно. Qo'ymaydi. Biz ko'rish. 1, 2. Arqaga yurmaydi. Yuradi. Buni bosib, splendan bosib, buni bosasiz, splendan qo'yaverasiz orqaga. Arqaga o'tsam, avtomat emas. Yo'q, bu avtomat emas, mexanika. Avtomatga qiziqmang. Avtomatga vaqtga qiziqmang. Avtomat sababini aytaymi? Bularda mufta yo'q, avtomatda. Mana gazni bosasiz, avtomat bu gazga o'tadi, o'sha avtomatda. Buni gazni bosasiz, masalan, skorost almashtiryapsiz, birdan 2 ko'rdingizmi? Buni qo'yib yubormasa, urib yorsangiz, tagini uzib tashlaydi reduktorni. Sabab zub bir-biriga tishlashmaydi-da. Tishlashmagandan keyin reduktor uzib yuboradi. Buni hamma joyini aka ulab, qotirib, ishlatib, tekshirib, cho'tib qilib beraman. Bir xillar aka biz buni chala terib qo'yganimiz, kimdir yengil mashinaga ortib berdi deb. Keyin terganimizdan keyin uni yana sotishimiz kerak-da. Ikkita ish bo'ladi. O'shaning uchun nomiga shuni xotirib qo'yamiz bo'ldi. Mana aka buni. Vozdixi ham katta, gulishtili ham katta. Sababi nimaga? Masalan, mana ular gulishtili qarang kichkina. Vozdixi ham kichkina. Motor o'shanga yarasha katta, usulli motor bo'lgani uchun vozdix ham gulishtili ham katta. Yana bitta narsa. Bunga taqsa bo'ladimi, jatka bo'lmaydi. Bemalol. Oldi qani, jatka. Ha, jatkasi turibdi. Keyin sotsa bo'ladimi? 5,5 million so'm turadi jatkasi narxi. Ha, men sizga 5 millionga o'zim tekinga ustanovka qilib beraman. Agar birovga qo'ydiraman desa, o'sha jatkani ham 200 ming, 300 ming pulingizda oladi. Olib kelasiz motoblokda aka, men jatka olasiz, mendan tekinga o'rnatib beraman sizga. Ma'qulmi aka, 8 millionga? Barakami? Bo'ldi, sizlar ham rozi bo'ling. Bo'ldi. Yuringlar, ket, ichkarida endi qolganini davom etkazamiz. Puliga ana turibdi, tanlab olasiz sizlar.